aytib uzoqdagi. Sakkiz kilo chiqqan, bu xudo xolasa besim chiqaramiz, besim qo'yamiz kanalimizga. Nasibsi. yo'nalishi bo'yicha tayyorgarlik bo'lib turinglar. Qochib turing. To'polon qanaqa shiriga ishlaydi. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rsatib o'taysiz. Qo'yingiz bosilmayib qiladi. Hozir kilosini, bo'yini o'lchab ko'rishadi. Oltin tish kategoriyasida Fox laqabli qo'shqorimiz qolib ketibdilar. Tayyormi? Fox tayyora. Birga boramiz. Ozoqjon. Vodiydan bir kecha peshkom kelib tavsiyalarni alohida sharh qo'ying. Balandroq. Hoppa, Lorenzo. Voy cho'ponlar shubhasiz sizlar. So'taganman, mashhur degan qo'chqor Lorenzo. Xo'p, o'rtoqlar Guldiroz qarshilar chalib qo'yasizlar. Lorenzo chiqib keldi. Absolut yo'nalishni boshlab oldik. Xo'p, endi bundan buyog'iga vazn toifasida bilasizlar, juda ham katta raqamlar qayd etiladi. Hozir Lorenzoni bo'yi o'lchanyapti. Lorenzoni bo'yi, ro'sti. Iltimos qilamiz, syomka qilayotganlar, iltimos qilamiz, mana shu telefon ko'tarib olganlar, hammanglar. Iltimos qilamiz, tashqariga sal chekkaroq o'tib olasizlar. Akalar, to'xtatib turamiz ungacha to'xtatamiz. To'xtatamiz o'rtoqlar. To'xtatamiz. Chiqib olmasanglar bo'lmaydi, iltimos qilamiz. Endi har holda bu yoqda minglagan odamlar tomosha qilishga kelgan, ko'rishga kelgan. To'sib qo'yish kerak emas unaqa. Iltimos qilamiz akalar. Mana monitorga uzatib turibdi. Monitordan ko'rib anaqa qilsanglar bo'ladi yoki mana chiqqanidan keyin syomka qilib olsanglar bo'ladi. Lekin iltimos o'rab olmanglar unaqa. Ungacha to'xtatib turamiz. To'xtatib turishimizga to'g'ri keladi. Noto'g'ri tushunmanglar. Iltimos qilamiz. Telefon syomka qilish faqatgina tashqari tomonda bo'lsin. O'rab olmanglar. Rahmat tushunganinglar uchun. Xo'p, demak. Lorenzo 1 metr 1 santimetr bo'yi. Ofarin 1 metr 1 santimetr. Lorenzo. Vazn. Tayyor turibsizlarmi? Tarozimiz sinib ketmasa bo'ldi. Tarozimiz akasi chiqib olasiz. Bo'lmasa hisoblolmaymiz. Sizlardan mayli. Arqonni qo'yib yuborasiz. Yaxshi. Xo'p. Dilam ko'rganingiz ko'p. Xo'p. Lorenzo jim turib tur. Lorenzo. Endi bu joyda sal diqqatli bo'lmasak bo'lmaydi azizlar. Azgina bo'lsa ham kutib turamiz. 200. Yo, hozir. 203 dolar. 203. 203 kilogram. Lorenzo. Qo'yin. Bo'larkan. Ana. Lorenzoga yurishga yordamlashib olaylar azgina. Qiynalyapti azgina yurishga. To'xtang, bu qayerdaki aytmadik shu joylarni. Toshkent liniyasimi?
Nechi kilo dedi? Million liniyasi esa Toshkent shahrida Gulduros Qarsaychali Merilar o'rtoqlar. Zo'r qilib, ha! Eng kattasi. Orqaga yigitlar. Buni liniyasi Guinness rekordlar kitobiga ham kiritilgan ekan. 231 kilogramm bilan. Xo'p, davom etamizmi? Keyingisi, marhamat. Keyingisi qaysi? Akalar chetroq turasizlar. Telefonchi akalar chetroq turasizlar. Laqabi nima buni aka? Laqabi million, liniyasi nima? Liniyasi ham million, laqabi ham million. Qayerdan? Andijondan keldi. Bitta qarsa chalib orqaga. Orqaga o'tiringlar, orqaga. 1 metr 5 santimetr, 1 metr 5 santimetr rost, million 2 ni qarsaychalik qo'yasizlar. Ofarin. Vaznga chiqyapti. Vazn 158 kilogramm. Million 2 158 kilogramm. Bu tomondan aylantirib hakamlarni oldiga olib borasiz. Tomoshabinlar tomonidan aylantirib, ofarin. Gulduros Qarsaylar zo'r. Xo'p, keyingisi qaysi sizlarga? Keyingisi nomi nima? Apchkin, Doniyor aka, apchkin. Doniyor aka laqabini Krasavchik liniyasi nima bu? Krasavchik 2. Xo'p. Qayerdan? Andijondan aka.